Assalomu alaykum, hurmatli avtopritsep ixlosmandlari. Bugun navbatdagi zakaz pritsepimiz tayin bo'ldi. Bu pritsepimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Sho'manay rayoni Tixonobod ovul fuqarolar yig'inida bo'ldi. Pritsepimiz to'g'ri ma'lumot beradigan bo'lsak, razmeri 1,5 ga 2,5, 14 lik toza diski balonlarni qo'yib berganmiz. Traktor pritsepining resorlari, qo'shimcha Nexia purjinlar, amortizatorlar o'rnatib berganmiz. Bu pritsepimiz bortlarni 3 mm lik tekis toza listlardan qo'yib berdik. Borti 35 cm, ограждениесі 75, общий 1,10 bo'ldi. Elektromontajlarni bесплатно ishlab berdik. Krilleri de 3 mm lik tekis toza listlardan ishlendi. Ramalari shivillerden, tartari Şöyle şivillerden bo'ldi. 1 tonna 600 lik qalin zamoklarni qo'yib berdik. Ajag'amizda parkov o'zinde var ekan. Bu pritsepimizda 10 million 200 ming so'mga berganmiz. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, 88 dan 059 2101 telefonuna звонок etib baylansangiz bo'ladi. Pritsep ishlab chiqaruv manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Qallinkul rayoni Oltingul ovul fuqarolar yig'ini Xo'jaovulda joylashgan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.